Okalar, avtosalondan $8000 hech narsasi yo'q Damas olgandan ko'ra, men sizlarga tayyor, beharajat, skromniy qilib navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasini ko'rsataman. 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 16000 kilometr yurgan. Salonlari masla bo'lib turibdi. Bitta joyda chizilgan joyi ham yo'q. Patologlar qoraytirib apishga qilib qo'yilgan, Malibu barlarga uстановка bo'lgan, oyoq tagiga yaxshi degan polikli solib qo'yilgan. Zakazga qalin qimmat chexol tiktirganman deb aytibdilar. Hop, probegi 16000 kilometr. Bundan tashqari mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan. Salonlari masla bo'lib turibdi. Okam qalin chexolni $100 ga tiktirganman deb aytibdilar. Zamishli material adashmasam, qo'llari bilan shumizatsiya bo'lgan. Orqa oynalarni tonirovka qilib qoraytirib qo'yilgan, to'rtta yaxshi yumshoq 18 ga taqib qo'yilgan. Mashinani hech qatida hech qanaqa chizilgan joyi ham yo'q. Metan gazgacha uстановка qildirib qo'yilgan. Avtosalondan $8000 ga olib, uni ustiga yana xarajat qilasizlar. 13 balon, metan gaz, shumizatsiya, chexol, linoleum polik qilasizlar. Avtosalondan arzon narxga men sizlarga 2025-yilda ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 16000 kilometr yurgan Damas'ni $7500 bo'lsa berib yuboramiz.